G'azo sektorida yuzlab odamlar Hamasga qarshi namoyishlar qilishdi. G'azoliklar Hamasni hokimiyatdan ketishini talab qilishmoqda. G'azo sektorining shimolida yuzlab odamlar namoyishga chiqishdi. Ular Isroil bilan urushni to'xtatishni va Hamasga qarshi ekanliklarini namoyish etishdi. Bu voqealar 25-mart kuni sodir bo'ldi. Namoyishchilarning asosiy qismi erkaklardir. Ular ochlikdan aziyat chekayotganliklarini ta'kidlashmoqda. Ular urush yetar, biz charchadik degan shiorlar bilan namoyish o'tkazishdi. Manbalarning aytishicha, Hamas a'zolari oddiy kiyimlarda yurib namoyishchilarni tarqatishga urinishgan. Namoyishchilar nafaqat G'azo sektorida, balki ijtimoiy tarmoqlarda ham o'zlarining norozilik fikrlarini ifodalab kelmoqda. שידעו כולם, אתה יודע כמה סבל אנחנו עוברים פה כל הזמן. אתה יודע איך זה בזמן מלחמה ואיך זה בזמן עסקה. Xavfsizlik sabablari tufayli ism-familiyasini oshkor qilishdan bosh tortgan g'azolik bir fuqaro odamlar charchadi. Agar muammo Hamasning hokimiyatdan ketishi bilan hal bo'lsa, nega ular ketmaydi? Odamlarni himoya qilish uchun ketishlari kerak deya yozib qoldirgan. Shu kunning o'zida namoyishchilar tarqatildi, ammo bu kabi Hamasga qarshi mitinglar davom etishi kutilmoqda. Eslatib o'tamiz, 18-mart kuni kechasi Isroil mudofaa armiyasi G'azo sektoridagi Hamas obyektlariga yana aviatsion zarbalar berdi. Bu hujumlar 19-yanvardan beri amal qilib kelayotgan o't ochishni to'xtatish kelishuvidan keyingi ilk harbiy operatsiya hisoblanadi. 19-mart kuni Isroil harbiylari quruqlikdagi harakatlarni ham qayta boshlashdi. Isroil 19-martdagi hujumlarning asosiy sababini Hamasga bosim o'tkazish va garovda qolgan asirlarni ozod qilish ekanligini bildirdi. Eslatib o'tamiz, 19-mart kuni Isroilning G'azo sektoriga keng ko'lamli qilgan aviatsion hujumlari orqali BMTning insonparvarlik harakat xodimlari vafot etgan va og'ir tan jarohati olgan edi. Shu sababdan Birlashgan Millatlar Tashkiloti va Yevropa Ittifoqi Isroilning G'azo sektoriga amalga oshirilayotgan ishlarini qattiq qoralagan va zudlik bilan urushni to'xtatishni talab qilgan edi. Biroq Isroil o'z pozitsiyasidan voz kechgani yo'q. U G'azo sektorida Hamas tashkilotini batamom yo'q qilmoqchi. Ayrim siyosatchilar esa G'azo sektorida uyushtirilgan ushbu namoyishlarni Isroil tomonidan ataylab buyurtma berilgan deya ta'kidlashmoqda. G'azoda urush va uning oqibatlari ayanchli kechmoqda. G'azo sektorida urush natijasida kamida 50 mingdan ortiq odam halok bo'lgan. 114 mingga yaqin g'azoliklar esa turli darajada jarohatlar olgan. AQSh prezidenti Donald Tramp rahnamoligida erishilgan tinchlik sulhining ikkinchi bosqichi Hamas va Isroil o'rtasida amalga oshadimi yoki yo'q? Voqealarning keskin tafsilotini Bright O'zbekistonda kuzatib boring.